Assalomu alaykum, jigarlar, qalaysizlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Ishlab chiqarish zavodidan Pony modellarimizni bittasini Toshkentga, bunisini Samarqandga, bunisini Navoiyga chiqarib beryapmiz. Toshkentlik, Samarqandlik, Navoiylik kuzatuvchilarimiz bo'lsa, albatta bu videoga like bosib qo'yinglar. Boshqa viloyatdagi kuzatuvchilarimizga ham shunaqa chiroyli narsalarni ota-onasiga podarka qilish, sovg'a qilish nasib qilsin. Bitta zaryadda o'zida 170 km yuradi va 4 ta o'rindiqlik sidenyalar razdelniy hisoblanadi. Akkumulyatori litionoviy va bitta zaryadda bor yo'g'i 2,5 ming so'mga to'ladi. Tasavvur qiling, 2,5 ming so'mga 170 km yuradigan elektromobil tayyor. 220 ga zaryadkaga qo'yasiz bo'ldi. 4 ta eshiklik. Eng qizig'i akkumulyatori litionoviy hisoblanadi. A kategoriya bilan ham B kategoriya bilan ham minisa bo'ladi. Bemalol maktab bog'chalarga, masjidlarga chiqib yurgani, nevaralarni olib yurgani aktualniy variant. To'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchidan xarid qilmoqchi bo'lganlarga telefon nomer opисаниyaga va ekranga qo'yib qo'yapman. Zavod savdo bo'limiga chiqib bemalol buyurtma qilib sotib olsalaring bo'laveradi. Va eng muhimi, mahsulot uyingizga sog'-sog'lom yetib borgandan keyin qolgan pulini to'lab berasiz. Shot spravka to'lov qilgan zahotingiz sirazu yoziladi. Ajoyibligini qarang. Iloyim hammamizga, sizlarga ham, bizga ham shunaqa chiroyli narsalar otaxonlarga, opoqalarga, uydagi ayollarga sovg'a qilib, ko'nglini ko'tarish nasib qilsin. Bitta duo qilsa bo'ldi. Ishlarimiz o'zidan o'zi qanday yurib ketganini bilmay qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Aynan sizlarning ko'nglingizni olish uchun Xitoylik injenerimiz o'zi chiroyli qilib yuklab beryapti. Akalarga ham respekt. Ismi Shifu.